Qora mushuk yo'lni kesib o'tganda rostdan ham omadsizlik keltiradimi? Javob sizni hayratda qoldiradi. Haqiqat siz o'ylagandan ancha boshqacha. Bu videoni tezda qora mushuk yo'lini kesib o'tganda irim qiladiganlar eshitsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Kanalimizni qo'llab-quvvatlash uchun like tugmachasini bosib obuna bo'lishni unutmang. Like shunchaki videoni tarqatishga yordam beradi. Zero yaxshilikni tarqatgan uni qilgan bilan barobardir. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin. Bir yigit shunday hikoya qiladi. Yaqinda bir tanishim aytib qoldi. Unga agarda yo'lingdan qora mushuk o'tib qolsa, agar irim qilib ortingga qaytsang kofir bo'lib qolasan deyishibdi. Shu rostmi? Zikr ahlidan so'rang hayati javob qildi. Va alaykum assalom. Kofir bo'lmaydi-yu, lekin ahmoq bo'ladi. Vallohu alam deb javob bergan ekan. Islom dinida kelajakdagi yaxshilik yoki yomonliklarni biron bir jonzot, narsa yoki hodisaga bog'lash, irim qilish qat'iyan qoralanadi. Islomda irim qilish tiyara deyiladi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam irim qilish shirkdir deb ta'kidlagan. Abu Davud va Termiziy rivoyati. Islomda umuman mushuklar toza hayvon hisoblanadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ular haqida ular iflos emas, balki sizlarning atrofingizda aylanib yuruvchi uy hayvonidir deganlar. Shuning uchun qora mushukni yomon ko'rish yoki undan qochish mutlaqo asossizdir. Hurmatli tomoshabinlar, ushbu ibratli videorolikni barcha yaqinlaringizga ulashing. Bilganini bilmaganlarga ulashish chin mo'minga xosdir. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Siz kutayotgan va kutgan kerakli hikoyalar hali oldinda.